Hurmatli o'quvchilar, bugungi mavzuimiz katalizatsiya fermentining faolligini o'rganish degan mavzuda laboratoriya mashg'uloti o'tkazamiz. Bunda katalizatsiya fermenti hayvon va odam organizmi hujayralarida katalizatsiya fermenti ishlab chiqariladi. Buni ko'rishimiz uchun tajriba o'tkazib ko'ramiz. Bu tajribaning mohiyati nimadan iborat? O'zi katalizatsiya fermenti organizmda hujayralarda ishlab chiqarilganda uning vazifasi moddalar almashinuv mahsuloti sifatida gohida ajralib chiqadigan vodorod peroksidini parchalashdan iborat. Bu vodorod peroksidi parchalanmasa organizmda zararli ta'sir ko'rsatadi, ya'ni bu boshqa hujayralarni, sog'lom hujayralar membranalarni zararlashi mumkin. Shuning uchun hujayralardan ajralib chiqadigan vodorod peroksidini katalizatsiya fermenti parchalaydi va suv va kislorodga parchalab yuboradi va keyin hujayraga ziyon yetkazmaydi. Xo'p, buni tajribada ko'rishimiz uchun mana hayvon jigarini olamiz va mana vodorod peroksidi. Xo'p, hayvon jigariga biz vodorod peroksidini mana hayvon jigariga vodorod peroksidini soldik. Bu holatda mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda pufakchalar holida kislorodning ajralishini ko'ryapsizlar. Ozroq vaqt davomida mana jigar hujayralari o'zidan katalizatsiya fermenti ishlab chiqaryapti. Katalizatsiya fermenti vodorod peroksidini parchalab kislorod hosil bo'lyapti. Mana kislorod hosil bo'lishini ko'rishingiz mumkin. Mana pufakchalar bu kislorod hisoblanadi.